Mavzudan uzoqlashmaymiz. Toshkent viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi, Respublika tasviriy oyna ijodiy uyushmasi, Ekopartiya Toshkent viloyati kengashi hamda Milliy tiklanish partiyasi viloyat kengashi bilan hamkorlikda tabiatni asrash, insonni, vatanni asrash demakdir nomli ko'chma foto va tasviriy san'at asarlari ko'rgazmasi Zangiota tumanidagi 33-sonli maktabda bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Tabiatni asrab-avaylash, atrof muhitning ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik umumiy insoniyat ishidir. Inson hayoti uni o'rab turgan tabiiy muhit bilan uzviy bog'liq bo'lib, u kishilarning farovon hayot kechirishi, uzoq umr ko'rishi va sog'ligiga katta ta'sir etadi. Chunki inson ana shu ijtimoiy muhitda o'zining shaxsiy fazilati va xatti-harakatini namoyon etadi. Mazkur tadbirning asl mohiyati ham ekologik madaniyat, ekologik ong, ekologik tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. Aholi o'rtasidagi, yoshlar o'rtasidagi tabiatga bo'lgan o'zlarini mehr-muhabbatini uyg'otish yuzasidan targ'ibot tashkilot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda Zangiota tumanida o'rta ta'lim maktablarida, korxona, sanoat zonalarida ham tadbirlar o'tkazib borilmoqda. Sovuq kunlar boshlanishida issiqxonalarga ham targ'ibot ishlari olib borilmoqda hududda. O'sha atmosfera havosiga tashlamalar tashlanish yuzasidan kerakli ko'rsatmalar, filtrlar o'rnatish, barg xazonlar boshlandi. O'sha xazonlarni yoqmaslik yuzasidan ham mahalla hududlarida muntazam ravishda targ'ibot tashkilot ishlari olib bormoqdamiz. Chiqindilarni yoqmash, ularni ko'mish yuzasidan, chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlamaslik yuzasidan, yoshlar o'rtasida mahalla hududlarida belgilanmagan joylarga tashlamaslik, ularga o'rnatish yuzasidan tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilib, kerakli ko'rsatmalar berilib borilmoqda. Tadbir davomida yosh avlodga mutaxassislar tomonidan mavzu mohiyati videoroliklar orqali tushuntirildi. Shu bilan birga o'quvchilar o'zlari chizgan rasmlarni sharhlab ham berishdi. Tadbir davomida mavzuga doir ko'rgazmalar namoyishi bilan ham tanishildi. O'quvchilarimizga ko'rgazma tashkil qildik. Quyi sinflarimizga 6-8-sinf o'quvchilarimiz o'zlari qo'llari bilan parvarish qilib kelayotgan jonzotlarini, chiroyli o'stirgan gullarini, o'simliklarini olib kelishdi. Bu tomonda shu mavzuda qizlarimiz rasm chizib o'zlarini yaratgan asarlari bilan ishtirok etishyapti. Bolalarda juda ham katta ta'sirot qoldirdi. Bolalar xursand, o'qigan, qatnashmagan sinflarimiz ham kelib, ularni qilayotgan ishlaridan ko'rib bahramand bo'lib ketishdi. Ular ham qiziqishdi qaysidir jihatdan, kimgadir qaysidir jonzot yoqishini, parvarish qilishlarini o'zlari tushuntirib, shu yo'nalishda ketishlarini ko'pchilik bolalar bildirishdi. Demak, biz bolalarga yaxshi ta'sir qildik degan fikrga keldik. Tadbir yakunida rasmlar tanlovida faol ishtirok etgan o'quvchilar faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Shuni unutmasligimiz kerakki, ekologik muhitni toza va tabiiy asrash uchun har birimiz mas'ulmiz.